Buxoroda Bruto moliyalashtirish tizimi bo'yicha avtobuslar faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. 2023-yilda Buxoro shahriga Bruto moliyalashtirish tizimi doirasida Xitoyda ishlab chiqarilgan 20 ta Zongtong rusumli avtobus olib kelingan edi. 2025-yilda esa yana 12 ta ayni rusumdagi avtobuslar keltirildi. Joriy yilning iyun oyi oxirigacha qo'shimcha ravishda yana 12 ta yangi avtobus olib kelinishi rejalashtirilgan. Hozirgi kunda Buxoro shahri bo'yicha jami 4 ta Bruto yo'nalishda 40 ta avtobuslar mazkur tizim asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Bruto moliyalashtirish tizimida tashuvchilar bilan hisob-kitoblar bosib o'tilgan yo'l va xizmat sifati mezonlari asosida amalga oshiriladi. Ya'ni hisob-kitoblarda har bir yo'nalishda talab etiladigan avtobuslar va qatnovlar soni, oraliq vaqti, xizmat sifati, avtobuslarni saqlash va yangilash bilan bog'liq xarajatlar hamda rentabellikni kamida 10% miqdorda inobatga olingan holda 1 kilometrga to'g'ri keladigan xarajatlar asosida shakllantiriladi. Hisob-kitoblar quyidagi nisbatda amalga oshiriladi. 80% bosib o'tilgan yo'l, 20% xizmat sifati mezoni. Mazkur tizimning yana bir muhim jihati shundaki, haydovchining kunlik daromad rejasiga bo'lgan javobgarligi bekor qilinib, u faqat ko'rsatgan xizmatlari uchun belgilangan tartibda haq oladi. Ushbu chora-tadbirlar viloyatimizda jamoat transporti sifatini tubdan yaxshilash, yo'lovchi tashish tizimi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.